Yaptılar zililer abi. Yazıklar keçiler abi. Allah için anneler yapıyor onu. Madarat vaziri gibi hamma hamma kadırdı orada. Ahli sanat. Abdullah Acı. Hammaları. Abdurrahman Allah'ın. Estağfurullah yok. Şerzatkan, Dorkulu'dagilar, Sevimli'dagilar, Mamirjon, Nosir, Nodira, Butunligilar, Abdurahmonning uyligilar, Abdurahmonning buvisi, Obidjon ukamdan o'tgan ota-avlod, ona-avlodlari. Men bilgan, bilmagan, men bilan birga partnyorlik qilgan, meni to'g'ri tarbiyaga solgan Pir ustozlarim hammalari hammasiga sizlar sabab tushdi. Allohim ana ustozlarimni İnşallah Xudo xohlasa 7-yilda Toshkentda bo'lamiz. Xudo xohlasa duolarimda sizgarim, duolarimda siz. Pivani minarkan kap pivani. Aro ichmaylar hayotda, shunda minasizlar hayotda. Chakishni ham tashlaylar, sportni mahkam ushlaylar. Shunda rohat qilasiz, mazasini bilasiz. Mana men yig'ishtirib tashladim. Bir oyda turibman. Zato o'shani foydasiga epkada yuribman. Nafsini o'ziga qul qilib hali hech kim bo'lmagan O'zbekistonning yoshlari hech kimdan kam bo'lmagan. Yomon gumonlarga bormasdi. Nasihat qilishda yetakchi edi. Eng mehribon, eng fidoyi kishi edi. Alloh rahmatiga olsin. Tongda quyosh bo'lib, tunlar yulduz bo'lib boqasan osmonlardan endi sen. Do'stlaring qalbida mangu o'chmas xotirasan, aslo tark etmagansan bizni sen. Assalomu alaykum. Komilbek odamga shunaqangi o'xshab ketibsiz-ey, ko'z tegmasin. Mashalloh. Makkada osh damlayapsizmi? Guruchdan, Makkadan emas. Hazilkashligingizni qarang. Ya Makkada damlayapsizmi deyapman. Bay. Otamning gaslari Makkaga ham yetib keldi. Mazasiga вообще gap bo'lmasa kerak. Xudo xohlasa. Alloh qodir degancha obo otashda endi bu. Xudo xohlasa. Lekin mana ko'chdi. Assalomu alaykum. Mening Ramazon oylari hammangizga muborak bo'lsin. Uzatgan odam qiz tomon deydi, bir pog'ona past bo'lish kerak deydi. Bekorlarni yetsan. Dunyoda necha son bo'lsa, kvankrilliard degan son bo'lsa, agar o'shani yetdi o'sha odam. O'g'il o'stirgan odam bir pog'ona past bo'lish kerak. Men o'zim kelin qilganman, lekin men bir pog'ona past bo'lishim kerak. Nimaga? Meni o'g'lim, meni qudalarimga nima qilib beryapti? To'y hasham bir katta tadbiri yoki bo'lmasa o'sha ayolini uyga olib tashlaganda birro ko'rinib qo'yadi. 4 ta non bilan. To'g'rimi? U qizini berdi.
qaynatasini kiyimlari bormi, qaynonasini kiyimlari bormi, o'sha uyda turadigan kichkina bola, qaynisi, eriniki hamma kiyimini yuvib, dazmollab, o'ylani pokiza asrab, hamma yo'ni artib, surtib, sizlarga qaragan, boshqa qilgan, hamma yo'ni saramjon, sarishta sizlab boshqa qilib, yana orada qaynonadan arzimagan narsalarga gap eshitib qolishi bor, shularni aniq qilib, o'zidan 30 yosh kichkina bola bo'lsa ham uni sizlab. Aziz yurtdoshlar, assalomu alaykum. Instagramni qanchadan qancha odamlarga yordam berayotganinglarni ko'rib, Allohdan shunaqa bir mukofotlar bo'lsin sizlarga deb so'rayman deb duo qilaman. To'g'risi betimni shilib tashlab hozir sizlarga murojaat qilmoqchiman. Endi yaqin do'stim, undan ham burun 3 yashar bolasida qo'lingda bo'lsa dunyoyingni sochib olasanmi bolaga-yu, ko'zingni oldida so'nib borayotganini ko'rsang yuraging orqaga tortadi. Xullas, shu bolaga yordam kerak. Yuraginglar xijil bo'lmasligi uchun o'zimni kartamni qo'yaman. Faqat iltimos negativ narsalar yozmasdan qo'lingizdan kelsa yordam bersanglar. 4 mingmi, 5 ming dollar pul kerak ekan shuning kimiyasiga. Ko'pchilik uchun hech narsa emas bu narsa. Alloh hammanglarga. Ertadan sarbonni olib turgan edim. Bitta manzum berdi. Rahmat. Bizga keladi prezident berdi, rahmat. Mana qarang. Allohning qudratini. o'ylabman